ana endi o'sha kech kirganda ha shomdan keyin bo'lsin, ha xuftondan keyin bo'lsin, surai mulkni o'qish ham Naqshbandiya tariqatini virdlaridan bir virddir ta'kidlangan. Kim imkonini topsa shu muborak surani har kuni ha shomdan keyin bo'lsin, ha xuftondan keyin bo'lsin o'qib qo'ysa juda ulug' ish qilgan bo'ladi. Rasul akram alayhissalatu vassalom bu muborak suraning fazli haqida bir qancha hadislar aytganlar. Shulardan birida aytadilarki, Qur'oni Karimda bir sura bor, 30 oyatdan iborat. Mulk surasi. Shu sura meni ummatimdan har bir insonning qalbida bo'lishini istar edim dedilar. Muhammad ummatini har birini qalbida bo'lishni, shu suraning yoddan turishini Rasul akram alayhissalatu vassalom orzu